أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى Tafsirul Jalalayn'de Sure Bakara'nınki 229 ayete keldik. İlgili olduk saatlik dersde ve olduk saatlik dersimiz şu talakka alakadar ahkamlar sözlengen. Ma saatlik dersimizde mi şu talakka alakadar ahkam ayetleri sözlendiken. Allah Teala deydu. Estaizu billah. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Talakka alaqadar ahkamlarniki tafsilati shu fiqh kitoblardan tafsili bilib olgan bo'ladi. Endi moiyatlarda qayta yarishqi bo'lgan taloq ikki qatimdir. Uningkin ayolni chiroyliqcha tutish yoki yaxshilik bilan yana zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni uningdan yiroqlashtirmay qo'yib o'tish lozim. Allohning belgilamasiga rioya qilolmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'talmaslik, Allah belgilagan er-ayollik huquqlariga rioya qilolmaslik xavfi bo'lmasala, o'zinglarning ayollaringlarga mehr uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytarib olish durust bo'lmaydi. Agar sizlar ularni, agar sizlar ular, ya'ni er-ayolning Allohning belgilamalariga rioya qilolmasligidan qo'rqsanglar, ayolining ayolning taloq xatini ilish maqsadida mol berganligi uchun u ikkisiga, ya'ni er-xotinga gunoh bo'lmaydi. Ana shular Allohning belgilamalaridir. Uningga xiloflik qilmanglar. Allohning belgilamalariga xiloflik qiluvchilar zolimlardir deydi. Yine at-talaqu marratan. Nigine yeniş vaqt bo'lgan at-tatliqul ladhi yuraji'u ba'dahu. Uningkin yeniş vaqt taloq qilib bo'lgandan yeniş vaqt bo'lgan taloq qilish ikki qatimdir. Ama ikki qatim taloq qilib bo'lgandan keyin فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ sizlarga u ayollaringlarni amringlar qaytarib yurish orqali chiroyliqcha tutishinglar kerak. Zarar yetkazmasdan yoki ularni chiroyliqcha yaxshilik bilan qo'yib o'tishinglar kerak. Halol bo'lmaydi sizlar uchun ey erlar tutib qilishinglar, ya'ni elib olishinglar bir narsadanki berdinglarsizlar u ayollarga. U ayollarga bergan mahridan biror narsani elib olishinglar halol bo'lmaydi. Taloq taloq qilgandan keyin endi sizlar chidamas qilib orqi mahri to'yqa vaqtda mahri bergan narsani ilib olsangiz bo'lmaydi deydi. Faqatla u er ayol ikkisi Allohning chek-chegaralarini, belgilamalarini o'ringa olmaslikdan qo'rqib qolgan ahvol buning sirtida demoqchi. İlla degan istisno shuni bildirdi. La ya'tiya bima haddahu lahuma min al-huquq. Alloh taolo shu er ayollarga bir-birisining ustiga ado qilish vojib bo'lgan, ado qilish kerak bo'lgan shu haq-huquqlarni ado qilmaslikdan, shuni joyida qilolmaslikdan qo'rqib qolgan ahvol ostida mushu ahvolning boshqasida sizlar mahri bergan narsa bir narsa mahri bergan narsalardan bir shayini ilib olsang halol bo'lmaydi. Endi bir qiroatda yaxofa degan yuxofa deb o'qilgan ekan. Majhul siyg'isida deydi. Alla yuqima degan bu badal ihtimol. Shu oldingi ay yaxofadagi zimirdan oshningdagi olmashdan badal ihtimoldir deydi. Oshning ichidagi bir narsa demoqchi bu odamni. Yeni bir qiroatda favqiya bilan o'qilgan debdi. Ikki fe'lda. Taxofa
tuqima deb ta harfi bilan bundoq o'qilgan demoqchi ekan. Endi fa in xiftum alla yuqima hududalloh. Agar qo'rqsanglar, endi er-ayollarga xitob qilyapti Alloh taolo. Yana ma fa in xiftum degan agar qo'rqib qolsanglar, u er-ayol ikkisiniki Allohning chek-chegaralarini ado qilmasligidan gunoh bo'lmaydi u er-ayolga bir narsadiki fidya qilib berdi u ayol u narsani shu erga demak şimdi. O'zini arininki o'zini taloq qilib o'tish uchun oning qiliqi taloq qilib o'tish badilda shuning barobarida mol bersa uni gunoh bo'lmaydi. Yine xoli taloqning shaklida demashida bu odamda. Endi ani o'ylamay yaxshi aytmoqdaki, uni da meni taloq qilib bersa, men o'zimni yo'l topib olay degan maqsadda eriga pul berib, bir narsa berib, o'zini taloq qildirish demoqchi. La haraja ala zawji fi akhdhihi. Er kishigami shu ayoli bergan narsani erishda olsa gunoh bo'lmaydi. Ayolgami shu narsani berganlikka qarata gunoh bo'lmaydi. Shu, ya'ni mazkur ahkamlar Allohning chek-chegaralaridir. Uningga tajovuz qilmanglar. Allohning chek-chegaralarini nerasiga o'tib ketmanglar. Va man yata'adda hududalloh. Kimiki Allohning chek-chegaralariga tajovuz qildi ekan, oshilar bo'lsa zolimlardir deydi. Fa in tallaqaha. Agar taloq qilsa, eri o'sha ayolni ikki taloq qilib bo'lgandan keyin, ya'ni yeni shog'il bo'lgan taloqni ikki taloq dedik. Endi ikki taloqdan keyin yana o'z amrini qaytarib olmay, yana bir qatim taloq qilib o'tgan bo'lsa, halol bo'lmaydi u ayol eri uchun. Uningdan keyin shu 3-chi qatimliq taloqdan keyin hattoki nikohlanmaguncha o'l ayol boshqa bir erga, uningdan boshqa, ilgirki eridan boshqa yana boshqa bir erga nikohlanmaguncha halol bo'lmaydi. Vayata aha deb tafsir etyapti. Hadisda İmam Buxoriy va İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda kelgan bo'yicha shu 3-chi qatim taloq qilinib ketgan ayol boshqa bir erga tegib shu eri uningga jimo qilgan bo'lishi kerak. Uningdan keyin ikkinchi shu eri taloq o'tib qolsa o'z ixtiyorlik bilan. U chaqda endi shu taloqdan keyin iddatini tutib iddat to'shgan chaqda avvalgi eriga yenisi bo'ladi deydi. Fa in tallaqaha. Agar taloq qilib bersa ikkinchi eri u ayolni gunoh bo'lmaydi u ikkisiga. Yana ash ayol bilan ilgirki eriga yenish verishida gunoh bo'lmaydi. An yataraja'a degan qaytishi nikohga iddat to'shgandan keyin. Keyin tekkan adin iddat to'shgandan keyin demak şimdi. In zanna an yuqima hududalloh. Agar u ikkisi Allohning chek-chegaralarini chek-chegaralarga rioya qila oladiganligini o'ylasa deydi. Allohning chek-chegaralari er-ayollik er-xotinchilik munosabatidagi shu haq huquqlarni majburiyatlarni to'liq ado qila olamiz deb o'ylasa, shuning ishonchisi bo'lsa, undan yenish bo'ladi. Shu yine mazkur ahkamlar Allohning chek-chegaralaridirki, bayon qilib berdi Alloh taolo uni biladigan qavm uchun, tafakkur qiladigan qavm uchun deydi. Mush oyatga binoan shuni tushunib olib bo'ladi. Endi mush er-ayollik munosabat deganning bu nihoyat zil munosabat hamda. Mushundan Alloh belgilab bergan chek-chegaralar bor. Shu chek-chegaralarga rioya qila oladigan holatda biz bo'lishimiz kerak hamda. Shunda bo'lgan chaqda oila nihoyat illiq oila bo'ladi, bola-chaqalarni nihoyat sog'lom, yaxshi baxti cho'ng bo'ladi. Uning uchun shu hamma musulmonlar bola-chaqalarga to'yqandan keyin er-ayollar orasida rioya qilish tegishlik Alloh taoloning belgilab bergan chek-chegaralari bor. Mushunga rioya qilmasak bo'lmaydi, amal qilmasak bo'lmaydi deb o'gitishimizga to'g'ri keldi ekan. Oldindan o'zimizni tarbiyalash bilan birga bola-chaqalarimizga, atrofimizga musulmonlarga mush ahkamlarni o'gitishimiz to'g'ri keldi. Hmm. Endi keyingi oyatda va idza
إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Yani eğer ayollarını talak qilib qolsanglar va undan keyin ularning iddati to'ssa, ya'ni iddati to'shga yaqinlashsa, ularni tutib qolinglar yaxshilik bilan. Ular bilan chiroyli yarashib nikohinglarda tutinglar yoki ularni yaxshilik bilan qo'yib o'tinglar deydi. أو سرحوهن بمعروف يعني اتركوهن حتى تنقضي عدتهن iddeti to'shqan qadar ularni tark etinglar. Vala tumsikuhunna tutib qolmanglar ularni qaytarish bilan zarar yetkazgan holatda. Ya'ni ularga ziyon zahmat yetkazish uchun amrlarga qaytarib olmanglar demoqchi. Yani amrlar qaytarib olgan chaqdimi? Amrlar qaytarish orqali men ashunga bir ziyon zahmat yetkazman degan maqsadda bunda qilmanglar. Lita'tadu ya'ni tajovuz qilishinglar uchun ularga qanday tajovuz qilish degan chaqda ya'ni zulm qilish maqsadida demoqchi endi. Ya'ni bil iljai ilal iftida. Mana mushuni taloq qilib o'tmay, mushta esib qo'yib, mushta qiynab, mushta qilsam, u yoki men o'zini taloq qildirish uchun menga pul berdi, yoki boshqa ish qildi deb menda yomon niyatda menda qilmoqlar demoqchi ekan. U tatbiq qilgan o'zini taloq qildirishga majbur bo'ldi o chaqda yoki tatvil habs degan turmush solgandek shundoq tutib uni esib qo'ygan muddatni uzatib o'tish orqali ularga işte zulm qilish uchun amrlarga qaytarib olmanglar demoqchi ekan. Va may yaf'al zalika kimiki ashuna qilib qolsa u o'ziga zulm qilgan bo'ladi. O'zini Allohning azobiga duchor qilish orqali o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Va la tattaxidu Allohning oyatlarini kulik chaqchaq qilib olmanglar. Ya'ni Allohning oyatlariga belgilamalariga xilof qilish bilan u Allohning oyatlarini kulik chaqchaq o'rniga binas qilib olmanglar. Allohning sizlarga ato qilgan ne'matini islom orqali sizlarga ato qilgan islomdan iborat shu ne'matini ato qilgan ne'matini eslanglar va sizlarga tushirib bergan kitob va hikmatdan iborat shu ne'matini eslanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga vazn qilish uchun nozil qilgan kitobni hikmatini ya'ni kitobdagi ahkomlarni yod etinglar. Shu ahkomlarga amal qilish bilan shukr qilishinglar orqali shuni yod etinglar eslanglar demoqchi ekan. Vattaqulloh Allohdan qo'rqinglar bilinglarki Alloh taolo har narsani bilib turguvchi zotdir. La yaxfa alayhi shay'un Alloh taologa hech qanday narsa maxfiy qilmaydi. Keyingi oyatda va idza tallaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna إذا تراضوا بينهم بالمعروف. Agar ayollarni taloq qilib qolsanglar, ularning iddati to'shqan chaqda ularni qayt nikohlanishga niçin to'smanglar. Hamda ayollarniki valilariga xitob qilyotgan Alloh taolo. Shu ayollarning eri bilan yenish qilsa bo'lib qolsa, ularning eri bilan yenishidan ularni to'smanglar demoqchi. Azvajahunna degan al-mutalliqina lahunna. Ayollarni taloq qilgan erlar bilan yenishib olishidan, nikohlanishdan to'smanglar. Bu oyatning nozil bo'lish sababi nima desa, Maqil ibn Yasir radhiyallohu anhuninki hamshirisi uni eri taloq qilib o'tgan edi deydi. Keyin u eri shu ayolni amriga qaytarib olmoqchi bo'lgan chaqda Maqil radhiyallohu anhu u hamshirisini onini yenish bo'lishga qo'shilmabdi ekan. Uni to'sibdi ekan.
Buni imom hokim rivoyat qilgan hadis deydi. İza teradav beynehum bil ma'ruf. Ular er ayollar o'zlari oralarida shu chiroyli yaxshilikcha yenish yurishga rozi bo'lgan bo'lsa, uni to'smanglar. Yani qoida bo'yicha, shariat ahkomlari bo'yicha işte yenish olmoqchi bo'lsa, yenish yurishga putishgan bo'lsa, uni to'smanglar. Zalikum, yine aşu yeniş yurishni tin to'smaslik, ay to'sishni tark etish sizlar uchun yaxshidir deydi. Va sizlarni va poklaydigan ishlar bir ishdir. Ee, Sizlar uchun eng pok va yaxshi ishdir. Lima yukhsha ala zawjayni min ar-riba bisababil alaqati baynahuma. Endi er ayolniki yenish qisi bor. Lekin u ayolniki valilari, dadasi yoki onasi degandeklar, sen uni yenishsang bo'lmaydi deb to'sib turib olsa, er ayol u to'g'ri nikoh bilan bir uyga kirmagan bilan boshqa sirtda nashayan ishlarni qilib qilish mumkin. Shunglashqa ashundoq bir yomon oqibatlarning kelib chiqishidan oldini olish uchun uni to'smaslik kerak demoqchi bu yerda. Lima yuxsha ala zawjayn min ar-ribati bisababil alaqati baynahuma degan shu gapimni. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Alloh taolo u sizlarga nisbatan manfaatli bo'lgan, foyda bo'lgan ishni biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shunglashqa Alloh taoloning buyurgan amriga ergishinglar deb atadi. Alloh taolo hammalarga manfaatli mato qilsin. Subhanakallahumma bihamdik. Estağfiruke ve etubu ileyk.